Xo'p, shu o'yinchog'imiz ham keldi. Xo'p, oldin plastmassa salafanda bo'lardi, hozir mana talablarga binoan mana idishi ham temirdan juda sifatli mana ishlangan. Bolajonlar bilan ishlaganda ko'proq idishi korobkalari oddiy nimadan bo'lgancha yirtilib yomon ketdi. Bular mana temirdan. Mana u alfavit inglizcha alfavitlar hammasi ko'rinayotgan bo'lsa, bu keyin nimasi? Kartochkalari mana yozuvni bo'yicha bola qo'yadi harfni. Hamma harf yetadi. Hozir buni ochamiz. Hop. Ochdik. Mana robot desak, mana robot bo'lsa, robot degan harflarni mana yig'amizda ustiga qo'yib chiqadi bola. Robot deb yozadi. Juda qiziqarli o'yin, rangli. Mana ularni temir emas, zararli plastmassa ham emas, yog'ochdan, tabiiy natural yog'ochdan, nakleykadan emas, kraska qilingan, ya'ni kraskaga botirilgan, yaxshi emilgan. Kraskasi o'chib ketmaydi. Mana oldi orqa ekan bu. Двухсторонний, ikki taraflama. Juda ko'p lug'atni yodlasa bo'ladi bolajon. 100 ta, taxminan 100 ta bo'lishi kerak. Mana. Juda yaxshi. Bu ingliz tilini o'rgataman deganlarga, o'z farzandingizga ham bo'laveradi. Individualniy yolg'iz shug'ullanuvchilarga ham va bog'chalarga ham, xususiy bog'chalar hammasiga asqatadi. Ya'ni foydasi tegadigan o'yinchoq ekan. Idishi ham yaxshi. Buyurtma beringlar. Buyurtmalar qabul qilamiz va Toshkentga yetkazib boramiz.